Bir şey oturup. Haq gap so'rab uzatib o'tmasam, anchacha qadam kirmasa qachon ro'za olgandiki. O kadar olmadı. Başını oldu hazırım. Boshini bo'ldi. Ko'pchilik ko'rmatamda sirtgan. Hazır bağlı. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı yerinde yaşayotgan aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyi do'stinglar Ahmad Qashig'aridan o'tli salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatinglarga uzun yillardan beri siyosat sohasida qadam tortib kelayotgan va aktiv faoliyatlari bilan xonim qizlar orasida belgilik obrazni tiklagan Kanadada turayotgan Ruqiya Turdish xonimni taklif qildik. Bugun Ruqiya Turdish xonimning taqdim qilishida tinchlik yo'li bilan mustaqil bo'lishninki musofirlarda duch keladigan meseleler hakkındaki düşüncelerine ortaklaşmış inşallah. Selamun Aleyküm, hürmetli Ruqiya Hanım, hoş geldin. Alaykum hoş bulduk. Köp rahmet. Bu ekranımız arkalık Allah sizge ata kılgan bu ilimni, yani düşüncelerine ortaklaştı ibaret bir himmetke vaqt ajratganınız için. Bugün hammalarning oldida duch kelayotgan bu real qismatni o'zgartirish uchun tirishchanlik ko'rsatish yo'lida jafolarga chidab oldingi saflarda, keyingi saflarda va o'zining qo'lidan kelishicha hammalarni o'zining bir dilayotganligi ahvol o'ttirdi. Siz uzun yillik bir peshqadam shaklda koni hisoblanasiz hisobda uzun yillik tarixingiz bor. Tinchlik bilan mustaqil bo'lish haqidagi nurg'un muammolarga qarindoshlarimiz zaten javob izlayapti. Bu vaqtda sizning ko'z qarashlaringizda bugun ekranlarimizda o'rtoqlashgan bo'lsak, agar to'g'ri ko'rsangiz, yillardan beri zaten sizni taniymiz, ammo bir tanishtirib o'tib ketgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Asli mening mas'uliyatimda, men uning izlanmay qolib qoldim. Agar ayb burmasangiz, biroz qisqa tanishtirib o'tib ketsangiz o'zingizni taxmin yaxshi. Ya ben tanıştırgıdayman deyish narsa yo'q. Assalomu alaykum. Ondan keyin shu ismim Ruqiya Turdish. Facebook'tan tanıysizlar. Facebook'taki jiq do'stlarim tanıydı meni. Balkim ba'zi yozmalarimdan tanıysizlar. Shu boshqa menda tanıştırgıday narsa yo'q. Boshlab ketsak bo'ldi ro'zamda. Jiq gap qilishning hojati yo'q. Tamam, mayli. Aşım yetadi agar ajnab deb qarasangiz. Tamam, undaqda aslidagi temaga o'tgan bo'lsak, sizga talab bo'yicha bizga taqdim qilgan PowerPoint hujjatiga o'tiling. Bir tarafdan uni ekranga chiqarib qo'ygach, qarindoshlardan birlikda taqdim qilgach, lekin boshlaydi. Xo'sh, tinchlik yo'li deganda bugun ko'z oldingizga tashlanayotgan bir qancha yo'llarning ichida sanash tegishli deb qaraganlardan siz qaysilarni sanash mumkin deb qaraysiz? Masalan, qaysi yo'llarni tinchlik yo'llarni mangish uslubi deb qarash mumkin sizcha? Oldida. Tinchlik yo'l bilan mustaqil bo'lishni deysiz-ku siz. Tinchlik yo'l bilan mustaqil bo'lish uchun shu BDT'ninki o'z taqdirini o'zi belgilash qonuniga iltimos qilish kerak. Shu yo'llarni besib o'tish kerak endi. Mayli qanday bir jihatdan mustaqil bo'laylik. Bu öz taqdirini o'zi belgilash qonuni orqali, BDT orqali, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti orqali Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirish orqali, shunday yo'llar orqali ma'nodan gap hamda tinchlik yo'l degan boshqa yerdan kelib qoldigan ish emas. Bugun Sharq Turkistonliklarning besha kelgan qismatlarga nisbatan bu yo'lning mos keladigan taraflari qaysilar deyish mumkin? Hozir masalanki biz qanday yo'l bo'lsa tanlashga haqliq bir millat. Qanday yo'l bo'lsa, ammo bizga hozir bu genocide bo'ladi, ya'ni so'yqirm, qirg'inchilik bo'layotganligi uchun aslida butun dunyoning kollektiv birlashib bizga aralashish kirish huquqi bor qonun. Men bunu birdan so'zlayman. Endi tinchlik yo'l bilan mustaqil bo'lishga to'g'ri kelsa, mayli biz qurol kuch ishlatib yoki bir kuch kirib u yerga bizga yordam qilib bir ish bilan bir vaziyat o'zgarib, siyosat o'zgarib, dunyoning vaziyatlari, strategiyalari o'zgarib mustaqil bo'laylik. Nimali bo'lmayli, yana baribir bu davlatlarning so'zlashishiga, to'xtamlarning tuzilishiga, yana shu BDT'dagi davlatlar bilan Xitoy bilan shu muzokaralashib, yani üstelge kelib turib hal qilishga to'g'ri keldi. Yani BDT'dagi nurg'un qonunlarga iltimos qilishga to'g'ri keldi. Shu buni ichida hamda shu o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni,
öz taqdirini o'zi belgilash qonunida masalan 1 va 55 moddalarda bu xalqlarning öz taqdirini o'zi belgilash huquqi bo'lishi kerak degan mandaq bir modda ikki qitim shu nimada tilga ilinganda BDT'ning qonunida ikki yerda shu qonunda bor. Andan keyin bu xalqlarning deb shunda deb degan. Xalqlarning bu yerda kim degan narsa va xalqlarning nima qilishi deganda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bo'lishi kerak degan shunda qonun bor. Shu qonun bo'yicha tinchlik bilan mustaqillikni talab qilishga bo'ladi. Ammo buningda hamda hozir so'zlaymiz nurg'un nimalar bo'ldi. Masalan bu bunda deyishga to'g'ri kelsa ba'zilar deydi bu o'z taqdirini o'zi belgilash bilan mustaqillik ikkisi o'xshamdi degan narsa kelib chiqadi bu yerda. Endi mustaqillik degan bir nishon. Öz taqdirini o'zi belgilash degan biz siyosiy jarayon, shu mustaqillik yetish yoki boshqa haq-huquqlarga yetishdagi bir jarayon. Bu masalan bu jarayon derken bu şu çoğun mecbur mu? Bu besip öteştiğiş mecbur mu bu? Mesela bir peştak desek, şoğutuna peştak desek, besip ötümüz bulmaydıgan bir jarayon mu? Belki mecbur bulmasligimiz mümkün, belki mecbur buluşumuz mümkün. Çünkü dünyada biz özümüz Şarkı Türkistan bil Xitayla urushib aladigan bundalı bir taraf bo'ladigan ish emas bu. Bu strategiya masalasi, geopolitikal masalasi, bu nurg'un narsalar, nurg'un davlatlarga taqishadigan masala bizning masalamiz. Onun uchun bu yanalan berib, yana shu suhbatlarga, qonunlarga taqishidim. Shuningga buningki ba'zi qonunlarga yana iltimos qilishga to'g'ri keldi endi. Ammo hozirgi bizning ahvolimizni aytganda bu qonunga bu nima o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni bo'yicha emas, asli bizga xalqaro kirish kerak. Chunki bizni yo'qotib yetib qolgandan keyin u yerda bir genocide bo'layotgandan keyin shu PowerPointni o'tkazsangiz ko'rasiz, aşağıda men yozib qo'ydim. Bu genocide bo'layotganda aralashish huquqi bor. Masalan 2005-yil World Summit'da o'tirib qo'yilgan bu, shu nimada BDT'da. Masalan bir davlatda qirg'inchilik bo'layotgan bo'lsa, har bir davlatniki bu har qanday bir davlatniki bu bunda qirg'inchilik qilishiga ruxsat qilmaslik kerak. Aralashish huquqimiz bor degan. Shuning ham deb kuch ishlatib boshqa davlatlarning asli bizga kirishi, aralashish huquqi bor. Ammo bundaq deyilgan bilan bu BDT deganda bir supernatural, nimdaymi supranational, ya'ni bu davlatlardan ustun turadigan bir huquq, davlatlardan ustun turadigan bir kuch bo'lmaganligi uchun BDT yana shu davlatlarning shartnomasi orqali, davlatlarning bir-biriga bo'lgan munosabati orqali yurgizilayotgan bir tashkilot bo'lganligi uchun davlatlarning manfaatiga to'g'ri kelmagan ahvol ostida kirmaydigan ishlarmi bo'ladi masalan. Shu hozir bizni agar o'sha qirg'inchilik bo'layotganda dunyoni qarshi chiqib turib, kollektivli Xitoyga qarshi kirdirish uchun cho'qim shu ovoz to'plab bütün davlatlarni Xitoyga qarshiga ilishimiz kerak, nurg'un davlatlarni. Ashta bo'lganda anundekin kirdi. Endi bu cho'qim shu shartni besib o'tish kerakmi emasmi dedingiz. Mayli kirdimi deyli. Kirgandan keyin BDT. Yana bizning mustaqil bo'lishimiz uchun buni qanday hal qilish kerak? Buni yana Xitoy bilan shartnoma tuzish kerakmi? Biz bilan nima deyish kerak? Boshqa davlatlar nima deyish kerak? Yana shu nurg'un qonunlar iltimos qilishga nurg'un referendum qilishga, masalan, nurg'un ishlarni qilishga to'g'ri kelishi mumkin o'sha vaqtda. Uni hozir men bir nima deyamayman. Yanalam u mandali kiriblam Xitoyni qo'g'lab chiqarib, endi bizlar mustaqil bo'ldinglar deb manda bir oddiy ish bo'lmaydi. Ya'ni baribir yana shu suhbatlar bo'ladi demoqchi. Shunda bo'lganda shu hozir siz so'radingiz bu nima cho'qim bu o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lini besib o'tish kerakmi? Bu bir jarayon. Tinchlik yo'l, bugungi dunyo qonuni bo'yicha tinchlik yo'li bilan mangmoqchi bo'lgan insonlar besib o'tmiz bo'lmaydigan bir jarayon emas. Faqat bugungi dunyoning taqozosida o'tirib qo'yilib chiqqan narsa. O'z yo'l belgilash. Shunda bu bir siyosiy jarayon. Mustaqil bo'laman deb bo'luvag'ini bo'lmaydi-ki. Tinchlik yo'l bilan bo'laman deysangiz, cho'qim shu davlatlarning qonuniga, BDTning qonunlariga iltimos qilsiz, shu yo'lga kirsiz. Shu bir o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha mustaqillik talab qilsiz. Masalan, bu o'z taqdirini o'zi belgilash bilan mustaqillik ikkisi o'xshamaydigan narsa deydi. O'xshamaydigan yerimi qanday o'xshamaydi deganda hozir deb o'tdim. O'z taqdirini o'zi belgilash bir jarayon. Ya'ni buningda bir bosqichlari va qonunlarga iltimos qilamiz, mana bir jarayon, siyosiy jarayon. Nimishga jarayon deymiz deganda buningda xalqlarning degan bu yerda xalqlarning ya bir boshqa ko'zda tutmagan qanday xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bo'lishi kerak degan. Endi bu mushuni qanday bo'ladi, kim bo'ladi, qanday huquqni demakchi, bular o'z taqdirini o'zi belgilash deganda. Qanday bir jarayonni besib o'tadi, shuni bu bir jarayon. Endi mustaqillik degan bir nishon.
u BDT'nin qonuniga mustaqil bo'lish kerak cho'qimli bir kun bilan deb mundaq yozib qo'yilgan narsa emas. Ammo buningga nimishki bu jarayon masalan o'z taqdirini o'zi belgilashmi cho'qim mustaqillik olib bora oladi deganda o'z taqdirini o'zi belgilash balkim mustaqillik talab qilsak mustaqillik olib berishi mumkin yoki boshqa huquq talab qilsak boshqa huquq olib berishi mumkin. Chunki bu o'z taqdirini o'zi belgilashni yana mundaq tushundirganda bu nimada mustaqillik bilan farqlantirib bu do'stlik shartnomasi bor 1970-yildagi shu Birlashgan Davlatlarniki do'stlik shartnomasida shunday degan. Buningda har qanday bir davlatning xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash orqali Avazınız üzülüp kaldı. bo'lishni to'sish huquqi yo'q degan. O'chib qoldimi? Boshqandaymi? Do'stlik shartnomasida 1970-yildagi BDT'ning har qanday bir davlatniki, har qanday bir davlatning boshqa xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni orqali o'z taqdirini o'zi belgilashiga, erkinlikka erishishiga va mustaqillikka erishishiga buni aralashib olmaslik majburiyati bor degan. Ya'ni buni to'simaslik majburiyati bor degan. Ammo bu deganlik bu o'z taqdirini o'zi belgilash orqali mustaqil bo'lganimi bo'ladi deganlik. Yoki erkinlikka erishganim bo'ldi yoki boshqa huquqni talab qilganim bo'ldi deganlik. Shunga bu yerda bu do'stlik shartnomasidagi mushu qonunning o'zila mushu deyilgan narsani o'z taqdirini o'zi belgilashniki mustaqillikka o'xshamaydigan bir narsa emasligini, ya'ni buni mustaqillik bilanmi o'xshashligini bu yerda ko'rsatib turibdi-da. Slayd hujjat ko'rsatilgan bu xalqaradagi o'z taqdirini o'zi belgilash nima uchun vatani mustamlika bo'lgan xalqlarga ham qartilgan degan savolga nisbatan berilgan javob asosiy shumi? Men buni bizga tushuntirib o'tay. Mundaqda bu o'z taqdirini o'zi belgilash degan aslan masalanki qanday xalqlar, u yerda xalqlarning degan, ammo qanday xalqlar degan narsani u qonunda aniq demagan u yerda. Ammo demagan bilan bu amaliyotda yurgizgan vaqtida asli birinchi dunyo urushida imperiyalarga qarshi, ya'ni bu imperiyalarni o'rib tashlab mustaqil bo'lish, ya'ni mustamlik imperiyalar nurg'un davlatlarni mustamlik qilgan o'sha chaqda shu imperiyalarga qarshi millatchilar ko'tarib chiqqanda buni millatchilik degan bu yerda bu g'arbniki erkin millatchiligi mustamlikaga qarshi turib davlat qurish degan bir nazariya hamdi. Buni shu nazariyani o'tirib qo'ygan ashta erkin millatchilik nazariyasini davlat qurish nazariyasini o'tirib qo'yganlar ko'tarib chiqqanligi uchun cho'qim mustamlika bo'lingan davlatlar anondan keyin besilingan zaminlar, masalan bir territoriyasi, bir vatani bo'lgan xalq mustaqil bo'lsa bo'ldi degan. Chunki bu bakchiq talash tortish bo'lib ketgan. Unda demay, agar cho'qimlam har qanday xalq, ya'ni tili, dini, masalan madaniyati, culture o'xshamaganligi tufaylidan mustaqil bo'lishga to'g'ri kelgan ish bo'lsa, dunyoda nurg'un xalqlar borda 200 nechidek tilmo, 200 necha davlat, 800 nechidek til bor. Ularning hammasi mening tilim ayrim, men mustaqil bo'lman deb bo'linib chiqib oldi. Bu bak qalayimqanchilik bo'lib ketdi. Urush jidal jiq ketdi deb, shunga cho'qim territoriyasi, bir vatani, ya'ni bir u yerda bir hukumat qurib baxmagan bo'lsa-mo, bir davlat qurib baxmagan bo'lsa-mo, cho'qim bir territoriyada vatan, ya'ni shu territoriyada yashab shu vatanning egisi bo'lgan yoki bo'lmasa nation state bo'lgan ashunda xalqlarga qaratilganda bular. Endi biz buningga dal tushimiz Uyg'urlar. Chunki bizning bir Sharq Turkistondan iborat bir territoriyamiz bor. Biz uning ustiga davlatni qurib baqqan, bir qitim emas, ikki qitim. Biz nation state bo'lgan. Shunga Xitoylik bizga ki vaqt kelib, bir kunlar kelib bular mustaqil bo'lamiz deb qolsa, mushu qonunga tushidi bularningki, bu mustaqil bo'lish kerak, bular davlat qurgan haq besilingan zamin deganga tushidi deb bizni shu tariximizni burmulab, bu bularning emas deb bo'lguncha deb qarshi chiqdi. Chunki bu do'stlik shartnomasida 1960-yilda, 70-yilda masalan har xil etnik tufaylidan masalan o'zining tili tufaylidan, tili o'xshamaganligi tufaylidan yoki dini o'xshamaganligi tufaylidan mustaqil bo'lmoqchi bo'lgan millatlarni bo'lguncha deb bunday hisoblab rad qilgan, ularning mustaqil bo'lishini qo'llamagan xalqaro qonunda. Shunga Xitoy bizni davomli bo'lguncha deb bunday deydi. Chunki biz u Xitoyning ichiga bir etnik guruh emas, ya'ni bir Xitoyning territoriyasining ichidagi tilimiz va dinimiz boshqa bo'lgan bir millat emas, ya'ni etnik millat emas. Biz o'zimizning vatani bo'lgan, besilingan Xitoy tarafidan tajovuz qilingan bir millat, mustaqil bo'lishga %100 huquqli bir millat agar qonun bo'yicha tinchlik bilan mustaqil bo'lish to'g'ri kelgan ish bo'lsa.
bu etnik şuna mavi hazır ma slaytını açsanız slaytını yazıp koydum hem de bunu akademikler talışıvatkan narsa. Şunu depte hazır slaytı. Birisi zimini boğan zulüm uçuravatkan deydi. Yani vatani boğan Vatan bilan ma davlatni ayirib olsak bo'ldi. Davlat degan bir davlat qurgan, hukumat qurib baqqan. Masalan, biz Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurgan-ku, davlatimiz bo'lgan deymiz. Endi Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurmagan bo'lsakmi, Sharq Turkiston degan territoriyada biz azaldan Uyg'urlar yashab kelayotgan, Xitoy kirishdan burun 1949-yildan burun Xitoyning nafusi ara 6% u yerda. Xitoy yo'q, biz yashab kelayotgan. Ular tajovuz qilib bizga kirgani aniq shu vaqtida. Undanki bu territoriya bizning. Ammo ashunda xalqning vataniga besib kirib u yerdagi xalqqa zulm qilayotgan bo'lsa, u xalq zulm uchrayotgan bo'lsa, ularning mustaqil bo'lish huquqi bor deb bunday xalqlar qartilgan. Yoki bo'lmasa bir qism zulmga uchrayotgan mustamlika bo'lgan xalqlar degan. Masalan, ba'zi demokratik davlatlarmi mustamlika qilgan, lekin bek azmigan. Azmisimi ular bu yer bizningki, bu yerda biz davlat qurgan, biz nation state bo'lgan burun biz bu yerda biz bir etnik millat emas, ya'ni biz bir talla bir millat emas, bu yerda davlat qurib, ya'ni nation state deganda bir ulus bo'lgan, ya'ni mushu territoriyada yashagan hamma haqqi vakolatan bir davlat qurgan xalq deb mundaq nim qilganligi uchun ularning mo'yliq mustaqil bo'lish huquqini bor degan. Ammo 3-chi, 4-chida masalan zulmga uchrayotgan bo'lsa-mu, bir qism zulmga uchragan bo'lsa-mu, agar bir etnik guruh bo'lsangiz, sizning bir davlatingiz yo'q bo'lgan bo'lsa, bir territoriyangiz bo'lmagan bo'lsa, xalqning davlatiga ko'chman bo'lib yashayotgan bo'lsangiz, masalan Kanadaga kelib Xitoylar men mustaqil bo'lman desa haqliq emas-da, u bo'lmaydi. Meni tilim ayrim, naposim jiq men mustaqil bo'lman desa, haqsizlik endi uni e'tirof qilmaydi. Ammo masalan zulmga har qanday masalan mishada zulmga uchragan bo'lsa-mu, agar ya boshqa millatning ya Hindistonlikning ya Xitoyning hech qanday haq huquqi bo'lmagan bo'lsa-mu Kanadada mustaqil bo'laman desam, Kanadalar emas har qanday bir davlatda. Uningki u huquqi bo'lmaydi. Masalan, Kurdlar deyli Turkiyadagi agar shu Turkiyada bularning ayrim bir territoriyasi bo'lmagan, zulmga uchirmagan bo'lsa, Turkiyaning tarafidan barobar muomalaga uchrayotgan bo'lsa, u xalqaro qonun bo'yicha mustaqil bo'lma deb nim qilsa oshmaydi, amalga oshmaydi degan. Mushta 4 turga ayirgan akademiklar bu 4 yilisi hammasi zulmga uchrayotgan bo'lgandan keyin mustaqil bo'lish kerak deb talishib yozayotganlarmi bor. Ammo xalqaro qonunda 3-chi, 4-chini e'tirof qilmaydi. Undaqda o öz taqdirini öz belgilash huquqi berilgan xalqlarda bir qancha shartlar o'tirib chiqadi ekan buningda. Aldıdan şu özde turayotgan mustaqillik talab qilayotgan, ya öz taqdirini öz belgilayotgan, belgilashni talab qilayotgan yerning yerlik fuqarosi bo'lish lozim bo'ladi. Shunaqmi? Shu vatani bo'lish kerak. Vatani deganda masalan shu bo'lish kerakda tarixdan burun sizning zamoningiz haqsizga besib kirib olgan bo'lish kerak. Yani besibilingan zimin bo'lish kerak. Besibilinmagan bo'lsa, xalqning ziminda yashayotgan bo'lsangiz, men zulm uchursangizmi, mening tilim boshqa, dilim boshqa, dinim boshqa, men barobar muomalaga uchirmadim, men yerdan ayrim bo'lma desangiz, u ilqi ruxsat qilinmaydi-da. E'tirof qilinmaydi. O do'stlik shartnomasidami 1970-yildagi aniq ashuni rad qilgan ekan shu etnik tufaylidan. Masalan, men Uyg'urdim, Uyg'ur bo'lganligim uchun mustaqil bo'lmaysa amalga oshmaydi u-chi. Mening dinim ayrim, tilim ayrim bo'lganligi uchun men ayrim yashayman deganlik u mustaqillik emas. Mustaqillik uning bilan amalga oshmaydi. Cho'qim azmin sening bo'lish kerak, besilingan bo'lish kerak deydi. Shuningdek, biz masalan da'voni qilgan vaqtida biz besilingan zimin, Xitoy bizni besib olgan, biz kolonized bo'lgan, bizni besib kirib mushtaq qilyotdi. Asli bizning davlatimiz bo'lgan, mazimin territoriya bizga mansub deb territoriya, ya'ni zimin huquqi mustamlikaga qarshi menda bir da'voni cho'qim kuchli qilishimiz kerak. Uyg'urdim, Uyg'ur bo'lganligim uchun mustaqil bo'laman desa oqmaydi. Men bir Xitoynacha sen bir muncha etnik minority bor deydi Xitoycha, bir muncha 56si bor, hammasi mustaqil bo'lamdi deydi. O dunyo mashti deydi. O dunyo men dedim 800 nechadek ushaq millat va dinlar bir etniklar ayrim. Hammasi mustaqil bo'lish kerakmi? Xalqning davlatga ko'chib borgan xalqning mustaqil bo'lish kerakmi deydi-da u chaqda. Shunga u oqmaydi. Ammo mening dinim, erqim, tilim zulm uchrayotdi, qirg'inchilik uchrayotdi desa, u interventionga kirdi. Endi u genoside'ga kirganligi uchun oyada bizning tilimiz, dinimiz, erqimiz tufaylidan qirg'inchilik uchrayotgan bo'lsa, buningga bayami dedim, xalqaroniki, ya'ni bu arilish huquqi bo'ldi. Bir telefon kelib qoldi, apaqayma. Bakın. Assalomu alaykum. Ovoz echib etdim, gap qilsangiz bo'ldi. Yaxshimi? Yaxshi. Assalomu alaykum Ruqiyada.
Aleykümselam. Menimki Var ötüp mı? almaz buna. Mening 3 savolim bor. Hozir qo'ysam bo'lamdi savolni. 3 mü? Hı. Maqs Ha, qo'yamma. ha. Mau hozir Ruqiya odam dedi, masalan, nation state bo'lsa, nation state qurgan davlat degan bir ishni anglab qoldim. Hozir bizning oramizda bunda bir ikki xil indemiz ham deylik, talash tortish bo'lyotdi-chu. Birisi Uyg'urizm, millatchilik, Uyg'uriston debchu. Anki yana bir turkum kishilar xalq, yana uluschilik, nation state deb ikki xil iqim paydo bo'lyotdi-chu, talash tortish. Undaqda o'z taqdirini o'zi belgilashda birinchi xil yo'l bizni masalan mustaqillik boshlab olmaganmi yoki yana xalqchilik, uluschilik, nation state bizni mustaqillik boshlab olmaganmi, qaysi bekrak to'g'ri yo'l, shuni so'ramoqchidim. Ikkinchisi, undan keyin masalan collective support dediği mesela hamkorlashib davlat hamkorlashib Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zining belgisini qo'llash kerak deb. Undaqda biz bu collective support yana hamkorlashib nima qo'llashni qo'lga keltirish uchun davlatlarning biz qanday xizmatlarni ishlayishimiz kerak. Masalan hozir yana bir turkumlarimiz deymiz. Masalan biz o'zimizningki mustaqilligini tishimizda davatsak, Xitoy taraf yana bizni masalan separatizm yana bo'lgunchilar texnik bostirdi degan so'zlar kelib chiqdi. Ya'ni ikkinchidan xalqaro munosabatda bu qonunsizlik yotidi, bu qonunga yetmaydi. Bu yana bo'lgunchilik kelib chiqib nurg'un davlatlar bizni qo'lmaydi degan bir xil ko'z qarashlar bor. Diplomatik munosabat buni ishlasak bo'lmaydi deydi. Mushu solim anonikin adil bo'lib, masalan referendum tanlagan vaqtida hozir Ruqiyadan dedi, masalan shu besirilgan zaminning egalari Uyg'urlar bo'lmaydi. Bu vaqtda har ashad yashagan burunda yashayotgan xalqlar bo'ldi. Ashlar bilan tashlashga qatnashadi dedi. Undaqda biz hozir Sharq Turkistondagi xalqlar Xitoyning qo'li bo'lgan ahvolda adil bilan tashlash bo'lamdi. Yoki boshqa davlatlar kirib aralashib bu bilan tashlashning odilligini qo'g'day olamdi, shu savolim bor. Okey, işte solda bizimki unutqalim birincisi qaysi yo'l bizni mustaqillik boshlab olmaydi? Uyg'urchilikmi yoki bo'lmasa uluschilikmi? Ikkinchisi kollektiv supportni ikkinchisi yili so'rang. biz nima qilishimiz kerak? Uchinchi savol adil bilan tashlash uchun qanday ahvollar yuz berishi kerak? Sharq Turkistonning ichida, masalan, o'z taqdirini o'zi belgilash bo'lib qolsa. Okey. Bo'ldi ma'qul. Bo'ldi. Okey. Birinchi savolimiz bu nima? O'z taqdirini uchun ulus orqali atmenish kerakmi bu qonunda yoki etnik millatchilik Uyg'urizm orqali atmenishmi mustaqil bo'lgani bo'lamdi degan savol bu. Aşı savol. Uni men boyami javob berdim degan gapimda. Xalqaro qonunda xalqlar deb ko'zda tutgan bilan bu mustaqillikni, ya'ni bu o'z taqdirini o'zi belgilash orqali mustaqil bo'lishni xalqaroda shu nima orqali o'tirg'i chiqargan. Yani milletçiler o'tirg'i chiqargan buni. Mustamlika bo'lgan davlatlar mustaqil bo'lishi kerak deb. Şu an Osman imperiyasi, Habsburg imperiyasi yemirilgan vaqtida masalan Finland, Poland degandek nurg'un davlatlar shu vaqtida shu kolonializmdan, ya'ni mustamlikadan mustaqil bo'lgan. Asli shuningga qartilgan bu. Keyin bu qarasa bu imperiyalardan u vaqtida ham bunda desa, xalqlar aytgan u Fransiya masalan etnik shu vaqtida davlat qurdi, Angliyalar masalan Germanlar mushlarimiz davlat qurgan, bular etnik davlat qurdi deb mundaqda aytgandi. Biz Uyg'uriston debmi Uyg'ur debmi davlat qurg'uni bo'ldi deydi. To'g'ri, Uyg'uriston debmi Uyg'ur debmi davlat qurg'uni bo'ldi. O vaqtida ularning unda qurishidagi sabab imperiyadan ayrilib chiqib, masalan, u imperiyalar vaqtida masalan xalqlar bir tilni ishlatmaydi bir davlat uchun, bir tutash til sistemasi yo'q, bir tutash iqtisodiy sistem yo'q, bir tutash ma'rif sistemasi yo'q imperiya deganda. Kim huquqli bo'lsa, kim boy bo'lsa, kim tilni bilsa, masalan, yaxshi o'qigan bo'lsa, shu huquq tutadi, podshohning avlodlari huquq tutadi. Odatda xalq o'qimagansa bir tutash ma'rif sistemasi hammadan majbur o'qiydi demagandikin, o'qimaganlar til bilmaganlar ishlab yuraveradigan gap qarash uchun. Ashta bo'lganlik uchun bu mustaqil bu imperiyalarni yimirib tashlab mustaqil bo'lgan vaqtida cho'qim bu tilni birlikka keltirib, o'xshash bir ma'rif sistemasi, o'xshash bir til qilmasak bo'lmaydi ekan deb, shunga bu Fransiyami fransuz tilini deb, bu germanlarmi german tilini, Yevropadagilar hammasi mushtabi etnik davlat qurgan. Masalan, Yapon etnik davlat, Arablarmi etnik davlat, Saudiya Arabimi o'zining tilini ishlatadigan. Mushta etnik davlatlar shu vaqtlarda qurilgan hamda. Ammo qurilgandan keyin bu qanday bo'ldi desa, dunyoda bu tili ayrimli bo'lganning hammasi mustaqil bo'laman deb jidal chiqayotgan turgandan keyin, shuning bilan boya dedim, do'stlik shartnomasida cho'qim mustamlika qilingan zaminlar mustaqil bo'lishi kerak deb, bu praktik qilgan vaqtida xalqaro qonunda buni asosan mustamlika bo'lgan zaminga qaratib qo'ygan. Hamda buni
tili ayrim bo'lganligi uchunla, dini yoki irq ayrim bo'lganligi uchunla mustaqil bo'ldi deyishgansa, bu bo'lolmaysa senda. Bu do'stlik shartnomasining qonuniy qarsanglarmi bor. Ashta deb nim qilayotgan, rad qilayotgan uning uchun. Bayamı deb o'tdim. Shuningga bu yerda endi biz etnik davlat quramiz desak, bir so'goq muomalaga uchrashimiz mumkin. Etnik davlat qursak, faqat Uyg'urlar yashaydi Sharq Turkistonda. U vaqtda biz bu yerda Uyg'urlar yashaymiz. Bu territoriya bizning, ya'ni biz bu zaminni besib olgan deb besib olgan zamin da'vosi qilib, mustamlikaga qarshi turimiz Uyg'urlar, Uyg'uriston quramiz deb qursak bo'ldi. Endi oyada hozir har xil millatlar bo'lganligi uchun Qozoq bor, Qirg'iz bor, Tungan bor, boshqa millatlar bor. Xitoyni hisob qilmay turgan taqdirdimi? Boshqa millatlar bo'lganligi uchun Xitoy vaqti kelsa, mayada bu nim deb etnik qurdiga, bu yerda jidal chiqdi deb. Har xil millatlar bir-biriga mening yerimda ma oblastni men bo'laman, ya'ni bu atishuli Qashqarda bo'lsin degandek, mana bir janub shimol bo'lingandek har xil bir millatlarda jidal qon to'kilish paydo bo'ldi deb. Chunki bu qon to'kilish bo'lgan, etnik millatlar nurg'un etnik biza ba'zi etnik millat ko'proq sonni egallaydigan, masalan Afrikadagi ba'zi davlatlarda shu mustaqil bo'lgan vaqtda urushlar chiqayotgan, masalan qon to'kilibchi bir-biriga, ya'ni bir millatlar yana bir millat. Shu xalqaro bu etnik to'qinishdan, etnik qon to'kilishdan pek qo'rqudi. Shuna bo'lg'achqa xalqaro asosan ulus davlatni bek desteklaydi. Nation state'ni, ya'ni Amerikadagi masalan Türkiye'nin ameliyatı bir ulus devlet. Hemmisinki her xil milletler hemmisi beraber Türkiye'de mi? Ama ismini Türkiye koyup Türk digellik üçünlam bu nimdep Türk'ün hukuku bulduk edip o yerde şu bala akıbatını. Ameliyatı biz Şarkı Türkistan dep özümüzden şu badövletinin ismi bilen devlet kursak mı? Yani Uygurlar biz majority bo'lgandan biz asası orunu tutumuz. Barbir bir ikinci bir tüven klasda bo'lmaymiz. Ama biz bütün dünyaya biz bir ulus devleti bo'la olamiz. Bütün millatlarga baravar huquq bera olamiz. Tinchlikni targ'ib qila olamiz. Hozir bizda tinchlik yo'q. Ya'ni bu yerda bir etnik clash, yani etnik to'qinish chiqmaydi, biz davlat qursakmi degan mesajni bera olsak, o vaqtida bizning ishimiz biza osonroq bo'ladi. Ikkinchi savol. Nimti? Unuttum ikkinchi savol. İkinci savol, qanday qilgan chog'da kollektiv yordamlarni qabul qila, ya'ni qo'lga keltira olamiz. Kollektiv yordamni qo'lga keltirish uchun hozir bizniki masalan Xitoy bizga etnik nima genocide qilayotganligi uchun xalqaro qonunda agar genocide bo'lsa, crime against humanity, ethnic cleansing, genocide deganlarga qarshi xalqaro nima xalqaro kuchlar boshqa davlat aralishishi kerak. Aralashib turganda we are justified olurdu. Chunki Xitoy bizni genocide qiladi. Shu bu genocide'ni, crime against humanity'ni isbotlab reportlarni yozib chiqishimiz, bu yerda bir genocide bo'ladi, bu yerda bir crime against humanity bo'ladi deb mushar qilib dunyoni qoyil qilishimiz kerak. Yani buni bu yerda masalan cultural genocide demdik, genocide demdik, crime against humanity demdik, ethnic cleansing demdik. Bularning qanday farqi bor? Buni men birdan turib tepasam bo'ldi. Tamam, yana tekrar tilib o'rib qoldi. Gepi o'rib kelmadimi? Bunday o'tib, 12-savoldan. Telefonni uzatdi. Xayr, siz davom qilaversizlar. Lekin 3-savol nima? 3-savoli nima? Agar bilet tashlash fursati kelib qolgan chog'da qanday adil bo'g'il bo'ladi o'tandagi avvalda? Bu nayt yaxshi savol, 3-savol bek yaxshi savol ekan. Bu yerda referendum qilganda bizningki mustaqillik boya jarayon dedim-ku, mustaqillikka yetishninki self determination degan bir jarayon o'z taqdirini o'z belgilash degan dedim. Tuyuqsizlik shaqqida mustaqil bo'lib qolmaysiz. U vaqtda bilet tashlashga to'g'ri keldi. Masalan, election daymiz, vaqti qaysi vaqtda bilet tashlaydi? Undan keyin kimlar bilet tashlaydi? Degandek nurg'un masalalarga. Telefonni olamsiz yo gap qilaveraymi? Alo? Ovoz ochaymi yo? Ya, gap bo'ldi. Uchinchi savol odil bo'lgan bilan tashlash uchun qanday qilish kerak? Chunki biz Xitoyning qo'lida hozir chapdi. Shuni telefon kirib qoldi. O telefonni olasiz, davom. Undas vaqtlar qo'yganchimi sening nimalarni? Okay. Xo'sh. 3-savol. Masalan,
Şuna yaxşı savol bu. Yaxşı savol sordunuz Maris. Bunun da ben bayağımı dedim mustaqillik degan şaqqida bo'lib qolmaydi. Şunda bir muncha jarayonlar bilan bo'ldi deganda bu jarayonlar qanday jarayonlar deganda masalan u yerda referendum bo'lishi kerak, bilet tashlash kerak. Bu masalan bir hukumat qurilmoqchi bo'lsa, u hukumat to'nilishi kerak, legitimatemi emasmi? Bu hukumatni yoki bir tashkilot bizni masalan Dunyo qurultayidagi bir tashkilot yoki bizga mustaqillik talab qiladigan yana boshqa bir tashkilot yo bo'lmasa surgun hukumati yoki kimni mushu legitimate qonunliq bo'lib xalq saylagan bo'lsa, xalq to'nigan bo'lsa, shu yurgizudi hamda bu bilet tashlash ishlarini. Shuningga bu bilet tashlash vaqtga munosabatlik, o'ringa munosabatlik, uningdagi bu kimlarning tashlashiga munosabatlik, uningdagi mediaga munosabatlik, xalqning qo'llashiga munosabatlik, nurg'un narsalar munosabatlik pek muhim narsa bu referendum degancha. Masalan, Ukrainani misolga olsam sizlarga. Ukraina masalan 90% mi? Aslında bilet bilen müstakil olduğu vaxtda aşağıda bir muncha ruslar var amaliyotda. U ruslar iqtisodiy mesela mediada bular nihoyatda qattiq tashviq qilganligi uchun, mesela Ukraina mustaqil bo'lsa, u yerdagi ruslarga qanday foydasi bo'lganini tashviq qilganligi uchun medianing kuchi bilan bu tashviqot yaxshi bo'ldi. Undan keyin bu ruslarni qaytilib, aşağıdagi ruslarni mustaqilligiga bilet tashladi, Ukrainaning mustaqil bo'lib ketdi. Ammo Estoniya, Latviyaga kelgan vaqtida Ruslar bilet taşlığını unumay turib oldi-chi ular. Bularning mustaqilligiga bilet taşlığını unumay nim qilgankin bu Estoniya bu yerda bu chunki ruslar jiqgan Estoniyada. Boshqa millat qaragan jiq bo'lgankin, agar ruslar bizga bunda bilet taşlasa biz mustaqil bo'lamay qolmizmi biletda deb qo'rqib Estoniya bir yildek tutib oldi electionni. Cho'q qilmadi ashada. Qilmasdan tutib olgandan keyin anqcha Gorbachev ayada butun nimalarningki o'zi qoyil qildi, o'zi election qildi Gorbachev butun mustaqil bo'ldi deb. Shuningga bilet tashlab, uning rus tarafdan qo'llangandan keyin bu qo'llab ketgandan keyin uningki Rusning xalqimi amal yo'q bir yildan keyin qarisi Rossiyani Gorbachev qo'llagandan keyin bularni qo'llab Rus qitilganligi uchun bular qitilib bilet tashlab ayad Estoniya. Endi bizning Xitoyga kelsak, Xitoy betajovuzchi. U Xitoy masalan qanday vaqtda shuni mumkin emas Xitoy agar hozir biz mashaga xalqaro kuchlar kirdi deylik bizga genosid bo'ladi deb kirdi. Bular mustaqil bo'lmayotgan deb aralashdi. Xitoyni chiqarib yutimiz ya Xitoy bilan kelishim tuzab ya bu Uyg'urlarga huquq bersa ya bular mustaqil bo'ldimi ya dedi deylik. Bir shartnomalar bo'ldi shu yerda. Shuning bilet tashlashga to'g'ri keldi deylik. Desak ayada Xitoyning monopolisi nihoyat ko'p. Shuni Xitoy chiqib kiryapti. Kirganki u Xitoy aniqlam u bizga u Rusqa berib yutimiz deb o'zlar degan Xitoy masalan berib yutishga majbur bo'lib qolgan holatdimi? Xitoy bilan Uyg'urning o'chmanligi bek qattiq. Hargiz bizni u yerda mustaqil bo'lsin deb bilet tashlashi notayin. Mening ko'zim yetmaydi uningga shaxsan. Unda bo'lgandan keyin biz cho'qim xalqarodagi shu o'z taqdirini o'zi belgilash qonunlari yoki boshqa qonunlardagi xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash o'z orzusi bo'yicha huquqi bo'lish kerak degankin xalqlar deganda bu yerda zulmga uchragan xalqlar deyilgan. Zulmga uchragan deganlik uchun zulmga uchragan xalqlar bu yerda Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar. Xitoy emas. Xitoy xalqi zulmga uchirmadi. Shunga bizning taqdirimizni o'zimiz belgilaymiz aytganmiz. Bu zulmga uchragan xalq biletni o'zi tashlashi kerak. Bu Xitoylar degan 1949-yildan keyin kirgan Xitoylarning hammasi tajovuzchi hisoblanadi. Bularning bilet tashlash huquqi yo'q deb tushuntirishimiz kerak. Agar undaq bo'lmayotgan it's back tricky. Cho'qim biz biletni uqtirib qo'yamiz mümkün emas u bilet orqali referendum orqali bizning mustaqil bo'lishimiz. Yani bir kardeşimiz so'rabdi ama yani qattiq kuch ishlatish bilan yumshoq kuch ishlatishlar bir-biriga zid kelamdi yo bir-biriga foydaliqmi degan savolga. Vaziyatga bog'liq hamda yumshoq kuchni ishlatish kerak, qattiq kuchni ishlatish kerak, bir-biriga zid kelmaydi, u to'liqlaydi bir-birini menimcha. Agar fursat bo'lsa qattiqni ishlatish kerak. Chunki boshqa amal bo'lmagan ahvol ostida ishlatishga to'g'ri keladi, ammo bizda u fursat yo'qdi. Unda bir vaziyat bizga tayyor bo'lgan. Allah razı olsun. Ulus degan vaqtimizda ko'pincha qarindoshlarımızdan kallasida nima uchun Sharq Turkiston bo'lish shart degan bir savol paydo bo'ldi ekan. Uyg'uriston yoki o'zimizning Uyg'uriya, Turkiya deganga o'xshash. Bu xil shakldagi nimani qo'llansak bo'lmaydi degandek bir qarashlar bor. Buning qanday? Boya javob berdim-ku bu savolga, ikkinchi savol Marisning savoli. Yana takrorladim. Qochirib qo'ygan. Takrorlang desangiz takrorlab hisob ketmaykan Maruz. Tamam. Slide mandirib qo'yay. Vaqtni zaten sal qisli, hamma qarindoshlar shunday nim bo'layotdi.
To'salg'ularni so'ramsiz. To'salg'ular haqidagi men biraz xatni kichik Masalan, boya dedim, xalqlar deganda bu Birlashgan Davlatlar qanday xalqlarligini demaganda, qanday xalqlar degan demagan, ammo bu praktik qilinganda xalqlar degani boyami takror deb o'tdim, cho'qim mustamlika bo'lingan xalqlarga, zulmga uchrayotgan mustamlika bo'lgan xalqlarga qaratildi bu mustaqil, tinchlik yo'lda mustaqil bo'lish hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qonuni bo'yicha. Hamda buningda hech qanday to'salg'i yo'q, shaqqida shu qonun bo'yicha shu qonun bo'lgandan mustaqil bo'lib qoladigan ishmi bu qonun bo'yicha deydigan bir ish yo'q. Bayam tushuntirib o'tdim, BDT degan bir davlatlarning birlashmasi. Shartnomalar orqali bir-biriga shartlar orqali bir narsalarga majbur bo'lgan bilan BDTning ustida turadigan butun davlatlarni majburlaydigan bir kuch, bir qonun yo'q u yerda-ku. Unda bo'lgandan bu BDTning qonunlari hammasi shartnomalar orqali davlatlarning majbur bo'lishi orqali mundaq bir amalga oshadi. Shunga masalan bu mustaqil davlat bo'lib bizningki shu besilingan zimin ekanligimizni isbotlashimiz kerak biz. Bayam dedim, bu bir etnik millat bo'lsa, mening tilim ayrim bo'lgani uchun agar Xitoy bu mening davlatimning ichidagi bir etnik minority, bu uşaq millat, mening territoriyamning ichida yashayotgan bir xalq bu. Bu xalq hech qachon bir davlat bo'lmagan. Bu ziminmi, bu territoriyammi azaldan, shunga Xitoy azaldan bir qismi Xinjiang deydi-ku. Xinjiang azal deydi. Şu azaldan mush territoriya meninkiti deb turib oldi-ku. Shuningga buni biz isbotlab, yo'q bu besilingan zimin Mayaga mahaq 1949-yili besib kirgan deyishimiz kerak. Chunki bu self determination, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash degan narsa territorial integrityga, ya'ni tarixiy zimin ya qayaga mansub tarixda degan narsaga berib taqishadigan narsa. Undan keyin state sovereignty'ga taqishadi. Buningda bu Xitoy bu mening egilik huquqim, mening davlatimdi. Bu yerda hech qachon davlat bo'lib baxmagan degan narsani ko'tarib chiqadi. Bu narsani masalan, chunki xalqaro qonunda xalqning integrity'ga, ya'ni territoriyasiga, o'zining tarixiy zimini bo'lsa, u yersiga state sovereignty'ga, xalqning egilik huquqiga bir davlatning Andan keyin bir davlatningki territoriyasiga, chegarasiga tajovuz qilish huquqi bo'lmaydi degan bunda qonun bor. Endi biz bu o'z taqdirini o'zi belgilashni ko'tarib chiqib, biz mustaqil bo'ldik desak, Xitoy deydi, Xitoy bu yerdagi bir davlat. Sharq Turkiston hozir xalqaroda bir davlat emas. Unda bo'lgan keyin Xitoy u yerda mening davlat bo'lish huquqim bor, mening sovereignty huquqim bor, egilik huquqim bor birinchi. Ma Sharq Turkiston degan bir joy yo'q. Ma davlat mening davlatimga mansub bu yerda. Unda bir davlat, unda narsa yo'q deydi. Birsiga sovereigntyni ko'tarib chiqadi, yana birsiga territorial integrity. U degani bu yerda bunda bir tarixiy zimin Uyg'urga mansub bo'lgan emas, bu azaldan azal mening yerimdi deganni ko'tarib chiqadi. Uchinchisiga meni chegaramga tajovuz qilish huquqim yo'q degan narsani ko'tarib chiqadi. Shunlar haqni kiranmaysa deb shuningga bu bizga ayliqi. Hech kimning aralashmayotganligi, o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha aralashish huquqining bo'lanmayotganligi ma sabab. Ammo bizga hozir aralasha oladi. Hozir fursat keldi, Xitoy qirg'inchilik qilyotdi. Qirg'inchilikni bana qilib aralashsa bo'ldi. Shunga xalqaro anda o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha haqqi zulm qismi anda narsalar bilan territoriyasi, sovereignty degan narsalar bilan to'sab qo'yganligi uchun xalqaro bu yerda inson haqlarini ko'tarib chiqib da'vo qilganda, masalan, inson Xitoyninki bu Uyg'urlar bu yerda uzunya bu yerda yashagan xalq emas, boshqa yerdan ko'chib kelgan deganimi shu albatta shuni sonda millat bo'lib qo'sh bir omilni yo'q tutishganda. Endi aşağıda masalan yerlik millatningmi unda desamda indigenous degan gapga ketadi. Ularningmi indigenouсники ayrim bir qonuni bor xalqarada. Indigenous people degan u kategoriyaga kirib qolsaqmi, vaqti kelganda bizninkilik mustaqil bo'lish nimamiz yo'qolib ketadi. Nimish ketsa, bu indigenous bo'lgan kishilar ular nation state bo'lishga qarshi turadi. Nation state'ni yaxshi ko'rmaydi-ku ular. Ular shuning unda bo'lganligi uchun ularning qonunida ular nation state'ni e'tirof qilmaydi. Ammo biz bu yerda davlat qurimiz deydigan o indigenousning kategoriyasiga kirib qolsak bo'lmaydi. Chunki ikkinchisidan bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining abayim dedim bu ishga aralashmaslik qonuni bo'yicha shu territorial integrity, sovereignty, andan keyin inviolability of the frontier degan narsalar taqishdiganligi bo'lganligi uchun bu bizga bir to'salg'i bo'ldi. Undan bu agar mustamlik qilayotgan davlat, kuchli davlat bo'lsa, masalan hozir Xitoy shunday kuchli. Rusqa uni de ma'qul beriyotay dedi. U Xitoy bermayman deb turib olsa, xalqaro qonunni ko'zgilmaydi, ishingni qil bermayman desa hech nima qilolmaydi masalan-chi, mushu ziminni bermayman deb turib olsa. Shunga eng avval Xitoyni ojizlashtirish kerak, Xitoyni majbur qilish kerak. Shunda hozir bizga to'zi masalan bizni qirg'in qilayotgan keyin fursat kelyapti, har xil bisimlarni qilish kerak, butun davlatlarning birlikda qarshi turishdan foydalanish uchun.
Xayriyat. Şuna hozir to'salg'ining bizning oldimizga chiqqan eng chong to'salg'ining birisi bizning hozir vatanning o'zimizning ekanligi, Xitoyning besib olganligi ekanligini isbotlash birinchi to'salg'i ekan hozir bizda. Hozir zulm bo'lganligi, etnik qirg'inchilik bo'layotganligi isbotlanib bo'ldi. U etnik qirg'inchilik bo'layotganligi uchun u yerga cho'qimlam kirish kerak. Kirgan bilan mustaqil bo'lsa deganlik bo'lmaydi-da. Balkim kirgan bilan sen ma haqni qirmaysan, protected zone qilib bizni qo'g'dilindigan xalq bu, qirsang bo'lmaydi deb Xitoy bilan kelishib qirg'inchilikni to'xtatib, taqtib chiqasi biz yana Xitoyning qo'li qoldik degan gap. Ammo shuning uchun bu yerda qonunni tang ko'tarib menish kerak. Kamp bor, biz u o'z taqdirini o'z belgilash bo'yicha tinchlik yo'lidagi da'voni yoki boshqa da'voni qilmasakmi, bizni qirg'in qilayotgandan keyin xalqaro kirib bizni shaqqada mustaqil qilib qo'ydi deydigan ish yo'q bu yerda. U kirsimi yana u yerda bir muncha shartlar, ular so'zlashishga to'g'ri keldi, bizni mustaqil qilamdi, u yerda yo bir qo'g'dilindigan xalq qilamdi, yo bo'ldi Xitoy kampni taqidama bular azroq huquq berma deb yashaydigan qilib qo'yamdi, yo burun qolimizga kelib. Uni uqunmaydi. Shunda bo'lganligi uchun yana biz davomli da'vo qilib, yo'q mustaqil bo'laman, men Xitoy bilan yashamayman degan narsada ching turish kerak bu yerda. Bunda deb ching turgan vaqtida shu bizningki berib ashadi yana bu narsa chunki Xitoy bu xalqaro amal qila oladigan narsa emas bu yerda. Bu Xitoy bilanmi bu Xitoymi xalqaro a'zo bir davlat bo'lganligi uchun Xitoyga munosabatli bo'ldi-ku bu ish. Boya Xitoy kuchli bo'lsa, u ta'sir bo'ldi. Masalan, Xitoy yo'q deb tursa, meni ishga ishim aralashmaysa desa, biz o'z taqdirini o'z belgilash bo'yicha mustaqil bo'lamiz desakmi, oyada oqmaydigan gap, ammo Xitoy ojiz bo'lsa, uni majbur qilgan bo'ldi. Agar Xitoy bir demokratik davlat bo'lsa, qonunni hurmat qilib, bular mustaqil bo'lsin deb, masalan, Amerikaning o'taq shtati bor, u masalan yerlik indiyalar bor. Shularga masalan nurg'un huquqlarni o'zining yeriga o'zi ega bo'lish huquqlarini Amerika demokratik davlat bo'lg'achqa Amerika bergan, o'z taqdirini o'z belgilash bo'yicha. Ammo ular davlat qurmaymiz deb davlat qurmagan, chunki bu indigenous people'lar davlat qurishni nation state qarshi bo'lgan ekan. Shuning bilan huquqlarni bergan bilan yana bular Amerikadan butunlayli bir mustaqillikdek bo'lib ketolmaydi. Agar vaqti kelsa, masalan, yana nagi bo'limiz, qanchalik yana qanday qilamiz degan yana to'g'ri kelsa, yana shu Amerikadan maslahat so'rashga, yana Amerikadan og'zi qarashga to'g'ri keldi-da endi. Shuni hozir masalan biz Xitoy bizga bu meni ishga ishim aralashmaysa desa, bizmi senmi meni ishga ishim aralashmaysa, mening mustaqil bo'lish huquqim bor, qonun bo'yicha deb ko'tarib chiqamiz desak, biz xalqaroda bir davlat emas hozircha. Shuningga biz burun davlatdir, bizmi bir nation state'dir desak, u e'tirof qilingan bir davlat bo'lish kerak. Unda bo'lganki bu ish shunda bir murakkablashib ketadi. Shunga cho'qim Xitoybek ojizlashib, majbur qilish kerak biz. Nima qilishga ching turib olmas. Shu bugungi dunyo tarixida shu o'z taqdirini o'z belgilash yo'li bilan mustaqil bo'lgan davlatlar bormi? Buning bir o'rnaklari bormi? Albatta nurg'un davlatlar shunday mustaqil bo'lgan masalan. Qaysidan sanash mumkin masalan mashhur bo'lganlardan? O'rta Osiyolik davlatlar shundan mustaqil bo'ldi. Uning masalan Rus o'zi ma'qul dedi-ku, ching turib olamiz. Chechanga kelganda ruslar unimi deyim. Buni secession ya'ni bo'lgunchi deb chiqadi. Bu ashta bana qildi, aslida o'zining territoriyasiga o'zi ega chechanlarmi bir o'zining territoriyasi bor xalq. Endi Rus unimagandiki amalga oshmadi. Anondan keyin bu Somaliya bo'ldi. Masalan, birdan bir etnik turib exceptional ya'ni alayda bir mustaqillikqa ya Bangladesh desak bo'ldi. Chunki u Bangladesh bir davlat bo'lib baqqan emas, ya bir o'zining territoriyasi Hindistonning bir parchasi. Ammo ashlar ayrim bo'ldi. Etnik sifatida masalan boya dedim-ku, men Uyg'ur deb mustaqil bo'lmaydi deb. Birdan bir nima shu endi. Ankin Somaliyadagi bir ya unutqapni shu ham bo'ldi. Endi mushta davlatlar bor. Undan keyin East Timor bo'ldi. Onu bilsiz. East Timor'dimi bu masalan burun Portugiz besivilgan zimin deb shuning bilan keyin Indoneziyaga kirgandan keyin bo'landi. Ammo keyin eng oxirida chiqqan prezident, Indoneziyaning prezidenti bularga bo'ldi, biz beraylik deb shu odam qitilganligi uchun demokratik siyosat yurgizganligi uchun ularning asaniyati. O'z taqdirini o'z belgilash bilan mustaqillikning tub farqini nima deyish mumkin? Boya dedim, mustaqillik bir nishon tub farqi. O'z taqdirini o'zi belgilash xalqarodagi bir qonun, u bir jarayon, siyosiy jarayon. Ammo mustaqillikni o'zi belgilash mustaqillikni o'z ichiga oladi. Do'stlik shartnomasida men dedim, menga yozib qo'yibdiman, har bir davlatning kuch ishlatib boshqa xalqlarning barobarlik huquqi va o'z taqdirini o'zi belgilash orqali deydi. Ya'ni xalqaroga shu o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni orqali o'z taqdirini o'zi belgilashi
erkinlik ve mustaqillikqa eriş hukukunu tatmamaslık mecburiyeti var deydi. Bir yerda mustaqillikqa eriş hukukunu mu davatıdı da. Onda ki bunu mu öz içige aldı degan gap. Yani bunu mu közde tutudu. Bu öz takdirini öz belgileş degan mustaqillik emas degan gap emas. Onu mu öz içige aldı degan gap. Onundan başka şerisi yok hazırki mevcut kanunlara göre. Şunaqmi? Deysiz? Onundan başka hazırki şerhilenayotgan mezmunu bu. Yani bugün mevcut kanunlara göre. Bu yani bir de küçük xalqlar deydi, qanday xalq. Onundan keyin zulmga uchrayotgan xalq, mustamlika bo'lgan xalq bo'lishi kerak. Ondan keyin bu yerda yana bir narsa o'z taqdirini o'zi belgilash deganda national will. O'zimning taqdirini o'zim belgilaysan deganda u xalq o'tirib belgilamaydi uni. Bir institution bo'lishi kerak shu xalqqa vakillik qiladigan. U institution cho'qim bir legitimate organ bo'lishi kerak. Masalan, xalq tarafidan e'tirof qilingan, saylan bilan saylangan, ya'ni bir qonunliq organ bo'lishi kerak. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi demdiq, surgun hukumati demdiq, yana boshqa bir tashkilot demdiq. Kim bu xalqlarga vakillik qilib, mushu jarayonlarni, ya'ni diasporadagi mushu jarayonlarni boshdan kechirayotgan bo'lsa, bu institution cho'qim legitimate bo'lishi kerak, xalq uni qo'llashi kerak, qonunliq bir tashkilot bo'lishi kerak. Bular undan keyin bu jarayonlarni apmang'idi-da. Uni ilqi xalq o'tirib hech qanday beshi yo'q bir xalq tashlab qo'ysa, mustaqil bo'lamiz deb mundaq nim qilgani bo'lmaydi. Shuningga bu xalqqa vakillik qiladigan, dunyo e'tirof qiladigan tashkilotlarimizni bir o'p ketdi, ikki o'p ketdi, uch o'p ketdi demay, xalqni ma tatib olamiki, ma xalqni ma tatib olib, ma menda yo'g'on bo'lib ketamiki, ma tashkilot kuchli bo'lib ketib, ojiz bo'lib qolamiki demay, hamkorlik asosida xalqmi bu tashkilotlarni qo'llash kerak, o'ttirliqdaylik bir-biriga sanmaychi. Ondan keyin bu tashkilotlarmi o'zining, ya'ni o'zining rolini tepib qilish kerak. Yani men qayani qaysi ishni qila olayman, ma tashkilot qaysi ishni qila oladi, qanday to'liqlaymiz bir-birimizni debchi. Bu prinsipmi yoki huquqmi degan bir so'z bor bu yerda. O'sha narsa qat'iy aniq emas. Men jiq izlayaptim. Bu amaliyotda men yozib qo'ydim-ku, BDTning asosiy prinsiplari eng avval BDT qarornomalari va xalqaro sud orqali o'tirib qo'yildi. Buning qarshısında bir qonun amaliyotda. Ama mesela Dostluk Şartnaması 1970 yildagi Dostluk Şartnaması zulm uchrayotgan etnik gruplarni, ular besib ilinganlar, zimini besib ilingan mustamlika bo'lmaganlarni mustaqil bo'lish huquqi yo'q deb rad qildi. Mesela qonun bo'yicha uni rad qildi. Shunda bo'lganki, buni iltimos qilolmaydi undaqa. Ammo buni qonunmikin deysangiz, siyosat aralashadi buningga. Masalan, mening ishga ishimga aralashmaysiz deb davlat qo'yibdi. Undan keyin bu ishga ishiga masalan bizda hozir ashada shunda qirg'inchilik bo'layotdi. Asli bütün devletler muşu kanun boyunca kollektiv hücum qilib besib kirish kerak xalqni qutqizish uchun ashak. Ammo shuni bu davlatlar yuk ko'tarishni xohlamaydi. O'ziga avarishlik tepishni xohlamaydi. Unda bo'lgandan keyin shuningga bir yugurib chiqadigan davlat chiqmaydi. Musulmonlar Xitoyning tarafini tutimiz deb bir muncha musulmon davlat Amerika bilan dushmanligi tufaylidan bizni qo'llamaydi. Bunda bo'lganki bu davlatlar o'rtasidagi munosabat tufaylidan bizni qurbon bo'lib ketamiz, ma qonunmi, siyosat tufaylidan ishlamaydi. Shunga bu qonuniy huquqmi yoki bir siyosiy prinsipmi degan masalada noyitin mujmal, aniq emas, shu. Keyin nasıl o'tsak? Bunu bayağı deb o'tdim mana shu, chunki bu ishga ishimga aralashmas deganda bu nima degan o'z belgilash degan territorial integrity degandek narsalarga taqishidi debchi. Azda qoldik. İnşallah. Siz mas'uan so'rabsizga shuni yozib qo'ygandim men. Bu Yalta shartnomasi to'g'risida biz program qilish uchun bir peshqadamlarimizdan bir nechini izladik, ammo ulardan javob olamadik. Ekranimiz orqali Yalta haqida xalqimizni savotlantirish fursati bo'lmay qoldi. Agar siz bu vaqtda izlangan bo'lsangiz, bu vaqtda berilgan miqdorda bir uchur bergan bo'lsangiz, Yaltada elib berilgan shu shartnoma ko'ra bugun Yaltaning yangi shartnomasi imzolanish oldida turibdi. Shu chog'dagi nimani asos qilib turib, bugun qaytadan yangi tarix yozishda biz bir fursat bor degan fikrlar bor. Şu an bu şahtı bir nazar silish lazım deb qarab men qistirib olgan bu savolni. Shu savol so'rabsizga. Men buni masalan men Yalta shartnomasining o'zini ko'rib baxmadim. Bilsiz programmani kechiktirdik, bek aldirashsa, hech narsaga vaqtim chiqmay ketdi. Izdan kerak vaqtimmi bo'lmadi. U savolni so'rayapsizmi? Uqma burun men o'ylab baxmabman o savolni, shuni qarab baxmabman. Ammo mening bilishimcha, masalan Nabijan A'loninki maqolasini o'qishimcha, shundan bilishimcha, Yalta shartnomasida shu Manjuriyani Rusga berib etish orqali Amerika
Rus, Angliya üçü məsləhətləşib Şərq Türkistanı Stalin Xitayğa berib ötüdüğən bolab. Çünki o vaxtda Stalin Avropa, Stalin Yapondan qo'rqab, ayadi Manjuriyani Yapon kirib kelsa bo'lmaydi deb, shu Manjuriyani ilib olaman deb, Xitoyga Manjuriyani bizga bersa, men Sharq Turkistonni Malaga beraman, sanga beraman deb, manda bir tuzilgan kelishim deb, shunda bir narsani o'qiganim esimda Nabijon A'loning maqolasini, ammo u shartnomaning detaillari, ya'ni tafsilotlarini bilmayman. Masalan, kim nimaga qo'l qo'ydi, qanday shartlar ostida bo'ldi, qanday nimalar bor, uni o'qimayman men, uni ko'ra baxmadim. Ammo sizning savolingizda mushu Yalta shartnomasini bekor qilishga bo'lamdi deb so'radingiz-ku. Men bekor qilinsa, bizningki o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha mustaqil bo'lishimizga vaqti kelgan vaqtida biz mustaqil bo'lamiz, tinchlik yo'li bilan deb Xitoy bilan yo boshqa davlatlar bilan, BDT bilan bir tablga o'tirib qolsak ustalga, anolga Xitoy qo'pab shartnomani manimo, meyarmanda shartnoma batdi deb ko'tarib chiqib ko'zimizga tiqolmaydi. Ma bekor bo'lsa-da. Endi buni bekor qilib etish uchun, buni bekor qilgan buning qatnashchilik Amerika. Mayada hamda qanday bo'lgan xolasa men yozib qo'ydim-ku, ma convention nima? Vienna conventionninki 42-chi, anondan keyin 62-mi, 60-chi shu moddalari qarab baqsanglar bo'ldi. Shu yerda masalan bir davlat shartnomaning ichida hozir 3 davlat bor-ku bular. Birisi men shartnomadan chiqdiman deb, masalan Amerika chiqsa, Amerikaning chiqishi shu shartlardagi hech qanday bir narsa shu shartnomadagi boshqa narsalarga ta'sir ko'rsatadigan ish bo'lsa, masalan bir shartnomadan chiqsa, a shartnoma butunlay buzilib ketadi. Agar Amerikaning chiqishi yoki Rusning chiqishi hech qanday bir ta'sir ko'rsatmasa, shartnoma kuchga ega bo'laveradi. Masalan, shartnomaning ichida nurg'un narsalar bo'ldi. Uning ichidagi bir tal moddani bir davlatning chiqishi bilan, masalan, men ma'noda chiqdiman desa, boshqa moddalarga ta'sir ko'rsatmasa, shartnoma kuchga ega bo'laveradigan gap. Shunga agar shu Yalta shartnomasining tafsilotini o'qimayman, ammo shuningda agar Amerika bizni qo'llab, ma shartnomani bekor qilib etamiz deb, shartnomadan chiqish huquqi borchi, tashib chiqib ketsa, u vaqtda shartnoma bekor bo'ladigan gap Xitoy kelib bizning ko'zimizga tiqolmaydi. Chunki men o'zimning xiyolimda u vaqtda masalan shu vaqtda masalan Stalinni qo'lga keltirish uchun bu liderlarning qilgan ishi deb bilan Amerikaning shu vaqtdagi prezidentiga atiblar buni. Uning ustiga bu Stalinmi corrupted bo'lgan deb, ma bu Vienna nimasida Vienna konvensiyonining qonunlarida agar davlatga shu yerdagi davlatga vakillik qilmay turib, bir boshqaga setilib, boshqa davlatlarga setilib, masalan corruption deymiz-ku, chiriklashib, masalan Amerikaga Rus setilib yoki Amerika Rusga setilib bu ishni qilayotgan bo'lsa, shuning lideri Aşı liderga atish orqali, masalan, Amerikaning prezidenti shu vaqtda Amerikaning qonunlari yoki Amerikaning demokratik prinsiplariga asosan qilmagan bu ishni bir shaxsiy manfaat bilan bu yerda bir skandal va Stalinga setilib, shunga mushta shartnoma qilib, aniga atib bilan bekor qilsimi, qilib etish, ya'ni shunda oson bo'ldi. Ashta bir turlarimi bor ekan, qarab topsin. Ashta bekor, bu mening xiyolim hamda, bu rost bo'lam, men advokat emas hamda davatgan ko'z qarshim, it's my opinion. Keyingi bazman o'tsak, bu inglizcha materiallardagi bu atalg'ularda bir masalan hozir men dedim-ku, bizda genocide bo'ladi, genocide bo'lgandan keyin cho'qim davlatlar intervention qilish kerak. Intervention qilish huquqi bor. Oyada hozir bir seriq bir narsa chiqarib qo'ydim-ku, ichana shuni men ashuni o'qib beraysizlar, esimda yo'q. Ma'noda mana. Genocide Convention and embodied principle, national sovereignty as a responsibility. Meyada protection, bu qirg'inchilik bo'layotgan xalqlarni qo'g'dash majburiyatimiz bor degan. Bu 2005-yildagi bu BDT'ninki World Summit'da mundaq deb tushuntirilgan. State carries the primary responsibility. Agar bir davlat shu ashada zulm uchrayotgan xalqning ezilib qirg'inchilik uchrayotganini, masalan, shu davlat tarafidan bo'lmay, nima tarafidan, masalan, etnik bo'lib, etniklar urush ketadi-ku, o'xshamagan millatlar Xitoy bilan Uyg'ur jidallashib, bir-birini o'tirib ketib qolgan bo'lsa, Xitoy Uyg'urni o'tirib ketib qolgan bo'lsa, masalan, Bermada Buddistlar, Rohingaliklarni o'tirib ketdi-ku. Ashta bular qamsa Berma uni qo'g'diyamidi? Sening qo'g'dash majburiyating bor deydi davlatga. Xitoy davlatiga sening ma'larni qo'g'dash majburiyating, ma'ishni bir taraf qilish majburiyating bor deganda ma'no. Agar Xitoy buni qilolmasa, hozir biz buni Xitoy xalq hukumatida, Xitoy hukumati o'zi qilyapti. Chunki bu o'zi bizni qirg'inchilik qilyapti-da. Unda bo'lganki qo'g'dash majburiyati tugul qo'g'dimayapti-da. Unda bo'lganki cho'qimlam bunda ahvol ostida boshqa davlatlarning collectively birlashib xalqaroning bu yerga kirib, buni bir taraf qilish huquqi bor.
Ana muşnada iz koydum hazır tercüme ettim. Yani international community has a responsibility to use appropriate forces deydi. Xalqaralıq gücününki kiriş huququ var. Amma şunun baya degende Tomarisning ikkinchi savolig'i deyman shu. Xalqaralıq güc kirish uchun biz genocide bo'layotganligini isbotlashimiz kerak. O'tgandan bir Uyg'ur institut bir genocide haqida report yozdik. Buni BDT'ga yo'lladik. Bu yerda biz genocide bo'ladi, crime against humanity bo'ladi deb mushlarni yo'llashimiz kerak. Endi buni yo'llagan vaqtida bu yerda zodi genocide bo'ladimi? Nurg'unlar cultural genocide deb so'zlaydi hozir. Cultural genocide mi yoki crime against humanity mi? Ya'ni insoniyatga qarshi jinoyatmi bu? Yoki ethnic cleansing, ya'ni etnik yo'qotishmi bu? Qanday narsa buni nayta aniq deyish kerak buni nim qilgan vaqtida. Masalan, genocide degan vaqtida genocideniki o'zining ta'birida, mushada men ta'birini deb beray, sizda bor ichinglar shunimni PowerPointni. Unutib qolmay, to'liq demay qolmay yozib qo'ying. Bazen aldık kısmı. Genocide'ni aytcham, to'xtama. Hamma shu. Masalan, genocide deganda buningki o'zining ta'birida genocide bo'lganlar, menda yozilganda genocide means any of the following acts committed with intention to destroy in whole and part a national, ethnical, racial, or religious group as such deydi. Bu niyat bilan, ya'ni yo'qotib etish, butunlay yo'qotib etish niyati bilan bir diniy, tili, irqi o'xshamagan bir millatga qirg'inchilik qilish genocide kirdi. Bu yerda niyat nihoyatda muhim o'rinda turadi. Niyati bo'lish kerak. Shuni butunlay qirg'in qilib yo'qotib etman degan bir niyat bo'lish kerak-da. Shu niyatni isbotlashimiz kerak. Genocide bo'ladi deganni deyish uchun. Ham biz uningdagi 5 kategoriyaning eng bo'lmaganda birsiga bo'lsin tushish kerak. Bu 5 kategoriyaning birisi killing members of the group deydi. Uyg'urning hammini o'ttiryapmisimi? O'ttiratdi. Ölen bo'latamda, o'ttirilatamda u bo'latdi. Endi Uyg'urni onun ichidagi xalqlarga ikkinchi sharti deydi deliberately inflicting on the group of condition of life calculated to bring about physical destruction in whole part deydi. Ashuli nima vayron qilib etish ya'ni-chi. Masalan, hozir bizni Uyg'urlarni bir xil vayronchilik uchirtib etib baramda, uchirtib etib bardim. To'rtinchisi bu yerda Manda birth control'la desa bo'lmaydi. Ya'ni masalan, planliq tug'ut desa, planma ishkin tug'ib bo'lgandan keyin dam ilib tug'sa, keyin tug'sang bo'ldi, majin tug'sang bo'ldi degan o'lam tushmaydi. Bizda cho'qim iliqi masalan shu tug'ut cheklash, tug'mas qilib etish uchun ko'payishimizni cheklash. Mushu bo'lsa, bu genocide qildi. Buni Xitoy qilyapti ko'payishni cheklashni. Ya'ni hozirmi yurgizib yetibdi, buni isbotlari bor, ba'zi kezlarni to'pladim men. Andan keyin 5-incisiga majburiy bularni bolalarni, kichik bolalarni yo'tkab boshqa yerga olib ketish. Majburiy yo'tkab boshqa yerlarga olib ketish bo'lganda bu niyati bo'lish kerak. Ya'ni bu kichik bolalarni yo'qotib etish, boshqa millatga aylantirib etish, niyatida olib ketish. Shunday bo'lganda undan keyin bu genocidening shartlari kirdi. Bu to'g'rida bir report yozdik, Uyg'ur nemisi Research Institute bu turkchaga tarjima qilindi. Andan keyin arabcha tarjima qilmoqchi yaqinda, undan keyin inglizchasini nimaga avatdik BDT'ga. Mushniki bizni 4 shartiga tushadiganligimizni isbotlab yozdik, niyatini isbotladik. 1 minut turing. Aziz qarindoshlar, savollaringizni laqab qolsa, so'sanglar bo'ladi. Mayli yozma shaklda ulamdi. Bir qarindoshimiz bir savolni takror so'rab ketdi. Uni javoblab bo'ldi. Ba'zan savollar qaysi savolni qash ko'z bilan bo'ladi qarindoshlar. Og'izda deyilmaydi. Ba'zanlari vaqiraydi, ba'zanlari pishilaydi. Shunga biroz sharoit sorun o'rin qarab turib gap qilishni o'rgansak. Ruqiya ham keldimi? Programni qisqa qiladigan plan bor edi. Az qoldi. Inshaalloh ulguramiz. Okey, keldim savol bormi? Bu savol tushmadi. Mushu nimani da'vat etdim farqini ya. Anikin ma bu cultural genocide deb ko'tarib aytib aslida bu genocide qonunini o'tirib qo'ygan BDT'da mushu genocide qonuniniki bir qonunga kirishiga sababchi bo'lgan Rafal Lamkin degan bu polshalik yahudi odam bu qonunni sunatida 2 tom kitob yozgan. Bütün shu dunyoda qanday bo'lgan qirg'inchilikning hamma kezini bu odam bir-birlab ratlab yozib chiqib, bunday bo'lmaslik kerak deb xalqaroga bu genocide qonunining tuzilishiga bu odam sabab bo'lgan. Ammo bu odamning yozilgan narsida
bir millatning culture'ini, dinini, tilini, bu erqini, bundaq o'tamisimi, mushtaqlik madaniyatlarini yo'q qilib etish, shu millatni yo'q qilib etadi. Bu bir millatning o'zi yo'q qilib assimilyatsiya bo'lib ketgan ekan, bu bir qirg'inchilik deb mundaq degan. Ammo buni bu xalqaro qonun kirgizgan vaqtida bu cultural genocide degan so'zni kirgizmagan bular. Kirgizmay genocide deganni kirgizib, 5 kategoriyani qo'yganda, shunda bo'lganligi uchun hozir biz cultural genocide desak, u vaqtida aralashishga o genoside'ga tushmay qoldi. Shuni biz genocide bo'layotganini isbotlashimiz kerak. Genocide haqiqatan bo'layotdi, bizda culturallam emas. Masalan, shu yozgan reportda biz dedik, qancha yillardan beri qancha qitim Sharq Turkistonda qo'zg'olon bo'ldi, qanchalik xalq o'ldirildi. Masalan, Uyg'urlar o'ldirildi-da, har bir Barin vaqasida qanchalik o'ldirildi. G'ulji vaqasida qanchalik o'ldirildi. Bularning hammasini statistikалап yozib chiqdik. Unga Urumchi vaqasida qanchalik o'ldirildi. Hammasini yozib olmasakmi, cho'ng bo'lgan vaqalardagi o'ldirilganlarni yozdik. Undan keyin bu qanday bo'lib haqqa, masalan, ashadagi physically, mentally, masalan, ruhiy jihatdan va jismoniy jihatdan qanday bir ziyon yetkazdi. Hozir kamp, masalan, kampdagi shu butun haq sarang bo'lib ketib masalan, kasal qilib ketib bordi. Bularning hammasini statistikалап yozib chiqdik. Bu ikkinchi shartga tushdi. Uchinchisiga buningki uchinchisi tushdi, ikkinchisi emas. Lekin nimaga, masalan, boya dedim-ku, tug'utchaklash, ko'payishimizni yo'q qilib yetib tug'utchaklash orqali buni kezlar orqali isbotlab yozdik. Undan keyin 5-chisida bolalarni akitish. Bu masalan Kanadami, Amerikami, shu kichik bolalarni, indiyalarninki yerliklar bor, indigenous. Shularninki bolalarini burun residential school deb bir maktabga aketgan. Lekin buni genocide deyanmadi. Kanada cultural genocide dedi. Buning Amerika qarshi chiqdi. Nimishga deganda, bu yerda niyatni isbotlayolmadi bular. Bu niyatda bolalarni aketganda biz bularni opirib o'qitimiz, xristian qilib maktablarga kirgizib, bularga til o'rgatib, o'qitib, mana qilamiz deb aytdik. Bularni hech qanday yo'qotish niyatimiz yo'q degandan keyin bu yo'qotish niyatini isbotlanmay, bu cultural genocide deganni e'tirof qildi. Ammo cultural genocide-ni bu indigenous-lar 1948-yil bir qitim, 2007-yil bir qitim u BDT'ga olgan bo'lsa-mu, buni BDT'ning qonuniga kirgizolmadi. Shunga bu cultural genocide degan narsa BDT'ning qonunida yo'q. Endi Xitoyninki bizning bolalarimizni kitishi yo'qotishni sabab qilyapti. Bolalarni o'qitib, til o'rgatib, mana Xitoy qilib beryapman deb ancha-muncha rasm chiqarib qo'ygani bilan u bekor gap. Oyada Xitoyninki bir gaplari bor, masalan-chi, shu reportda yozdik biz. Buninki yildizni qurtitish, break the lineage, break the origin, break the connection deydi Xitoyninki o'zining amaldorlari. Bu degani dal shu genocide qirg'inchilikni isbotlaydi. Yani yildizni yo'q qilib etish. Ya'ni bu bolalarni butunlay o'zining nimasidan ayirib tashlab etib, tonimaydigan qilib etish, ota-onasini nereden kelganini, kimligini qat'iy bilmaydigan qilib etish. Undan keyin identityni, bu break the lineage deganda bu biological yo'qotishda, bu masalan qinin tonimaydigan qilib etish. Undan keyin bu yerda aloqani o'zib etish. Sirtqi dunyo bilan nereden kelib qolganini, nima bo'lganini hammani o'zib etish. Bunda bo'lgankin bu dal bu genocide qilayotgan, qirg'inchilik qilayotgan niyatini Xitoy amaldorlarining o'zining gapi isbotlaydi-da. Isbotlaganligi uchun bu yerda bu genocide'ga kirdi. Ya'ni bu bolalarni akitishga niyati yo'qotib etish bo'ldi. Shuningga bu genocide'ga kirdi deb isbotlagan bo'ldimi hozir bizning kichik bolalarni akitayotgani ash reportdimi, shuni ashta deb yozdik. Chunki bu bolalarni akitish yana bir tarafdan hech qanday o'zining qinini, o'zining community'sini, o'zining Uyg'urlarini bular tonolmaydi. Tonolmagan keyin bular keyin cho'ng bo'lsa-mu, masalan, Uyg'ur bo'lmaganligi uchun Xitoy bo'lib ketsa, agar shu bolalar Xitoylar bilan to'y qildi, reproduction, ya'ni ko'payishga qatnashamaydi bir millatning uchun, ko'payishini yo'qotadigan gap ayadi. Bu genocide kirdi. Shu narsalar bilan isbotladik. Undan keyin bu crime against humanity deganni desakmi bo'ladi, bumi bo'layotdi bizda. Bizda yolg'iz genocide'li bo'layotgan yo'q. Ammo crime against humanityni isbotlash sayt qaraganda biza asan, chunki uningda niyatni isbotlash ketmaydi Xitoyning uchun. Niyatni isbotlash ketmagan bilan crime against humanityning shartlarida butunlay vayron qilib etish, o't qo'yib etish, ruhin yoki Bermadagi musulmonlarni qilayotgandek, shu och qo'yib o'tirib etish keng ko'lamlik manda bir isbotlarni chiqarish kerak. Uni Xitoy uni ochiqashkar qilmagandan keyin u isbotni tepish bizga tas bo'ladi, ammo yoshirin qilyapti. Ethnic cleansing deganda yerlardan qo'g'lab chiqarib etish, masalan, Stalin burun xalqni deport qilayotgan-ku, Gulag, Stalin Gulag deydi. Aslında yerlerden qo'g'lab chiqarib etish bo'lsa, bu u vaqtida ethnic cleansing kirdi. Ammo bizda hozir bizni yerimizdan qo'g'lab chiqarib etish u yo'q. Uningmi kirdi desak bo'ldi, bir qism isbot bor, chunki 1 milliondak odamni ishkirdagi turmaga yo'tkazdi-ku, ishkirga yo'tkazdi. Mushlarni isbotlasak bo'ldi, uningmi kirdi. Bizga hozir genocide, crime against humanity ham ethnic cleansing hammasiga kiryapti Uyg'urning ahvoli. Shuningga buningga xalqaro aralashish kerak.
Ama bayan ben degende şu menfaat dokunuşları tüpeyli, küçü Xitayga yetmegenlik tüpeyli. Yani bunu collection arılışaylı dese hem devlet bir yere bu işte tan bir avaz çıkıp kep bulamağı tüpeyli bir sozlup tutpardı kirmeyevatı da hiç kim. Şunun bunu Amerika küçü atıdı, şunu köp teşvik kılış gerek, muşunlar reportlarını toxtamasını devletlerini yani birlikte bizni qo'llash uchun Xitoyga qarshi turish uchun davlatlarni biz tarafda turishga ko'ndirish uchun tashviqotni qilish kerak, undan keyin yo'lini menish kerakda shu. Bu hozir bu Sharq Turkiston xalqiga binoan xalqininki orzusiga, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki nomiga tinchlik yo'lda minayotgan tashkilotlar hozir sizlar da'vatgan shu butun tirishchiliklarni loyiqida qilyaptimi? Qilayotgan bo'lishi mumkin. Men hech qanday tashkilotga tava emas, tashkilotlarning ichida emas. Shuningga men tashkilotlarningki qilayotgan xizmatlardan bu yerda doklad bera olmayman sizga. Uni tashkilotlarning vakillari so'rash lozim. Endi hozirgi bu shu bayon qilingan mazmunlarga qaragan chog'da Xitoyning butun qilmish etmishlarining hammasi xalqaro belgilangan butun shu tinchlik yo'lidagi qonunlarga yuz tushib o'tib ketadi ekan endi. Albatta. Buni endi faqat isbotlanmayotganligini sababi tufaylidan isbotlanliq bo'lsa-mu, hozir aniqlam Amerikami da'vatida bu besilgan zamin da'vatida. Bularning 49-yili kirvag'ini rost. U bizning bir ayrim territoriya bo'lganimiz, u yerda bir ayrim davlat bo'lganimiz rost. Buni isbotlashmi ketmaydi. Kampda uni isbotlamasaqmi, kampda qirg'in qilayotgan rost. Qirg'inchilikni isbotladik biz. Guvohchilar chiqdi, guvoh berdi. Qirg'inchilik isbotlansa kampga so'lab qo'yib necha million odamni so'lib yutib olsa u yerda bu isbotlanadiq narsa. Buni dunyo bildi hozircha. Ammo shuningga shu collective action deydi, masalan Security Council'dan UN'niki. Bu yerda 5 davlat bor. Masalan u yerda Rus bilan Xitoyning veto poweri bor. Boshqa 9'i permanent membersidan uzun muddat o'tira oladiganlardan 9'i mi? 10'i mi bor, 10'i bormi? Ular bo'lgan bilan ularniki veto poweri yo'q. Qarshi turish power yo'qchu. Yana 5 davlatning gapi ayad o'tib ketadigan gap. Rus bilan Xitoy u veto power bilan bir taraf qilib o'talaydi-chu, mayda. Shuningga cho'qim u General Assembly'dagi davlatlarni, hamma davlatlarni Amerika kayniga silib, masalan, Amerika shuni da'vatida butun davlatlar Amerika taraf turib Uyg'urlarni qo'g'dish kerak deb so'zlayotdi Amerika hukumati, masalan, senatorlar ham da'vatida buni. Bu yerda masalan intervention deganda masalan harbiy interventionni ko'zda tutmaydi o boshda. Sanktionni ko'zda tutadi. Masalan, Amerika hozir sanksiyon qilamiz deyotdi. Iqtisodiy sanksiyon qilyapti-ku, embargo. Iqtisodiy embargoni ko'zda tutadi. Anikin humanitarian aid, qutqizish, ya'ni bizga yordam qilish, bularni ko'zda tutadi. Har xil yo'llar orqali qo'llash, qutqizish bularni ko'zda tutadi. Bu armiya bilan bo'lmaydi bu ishlar-chu. Anikin bek bo'lmaganda shu davlatlar birlashib, NATO yoki Security Council yoki UN'niki peacekeeperslar bormi? Peacekeeping tinchlik qo'shinlari Nimlaymiz? Peacekeeping tinchlik qo'shini bor UN'niki shular shu kirishi kerak. Ammo bunda bularniki eng oxirida armiya bilan, ya'ni qurolli kuch bilan Sharq Turkistonga kirib arilishishi shu ondaq oson bo'lmaydi. Bayami dedim, UN'ning ustidagi buning qonun bo'yicha mengib miyaga cho'qim kirsa deb buyruq qilib, u kuchini ishlatiladigan bir supranational, yani bu davlatlardan üstün turadigan bir kuch yo'q. UN faqat davlatlarning birlashmasi, davlatlarning shartnomasi orqali, shartnomalar orqali davlatlar shu bir-biriga gapini o'tkazish orqali, sen bilan munda kelishim bor, ma'ni qilsa, ma'ni qilmasang seni manda qilamiz deyish orqali bo'ldigan ish bu uchun. Shuning ham bu yerdagi davlatlar birlashib kirishi uchun hozir bizga butun musulmon davlatlarning hammasi Amerika bilan Amerikaning shu Iroqdagi ishlari musulmonlarga bo'lgan burunqi qirg'inchilik askarliklari tufaylidan ular ham Amerika qo'yish, Xitoy taraf turilib bordi, bizni qurbon qo'yib bordi. Haqiqatan shu Suriya, Iroq misollarda ilib berilgan 10 yildan beri bo'lgan qo'l qo'ygani uchun pulni da shundan keyin xalqaro qonunlarga gumon bilan qarash, ishonch qilmaslik qatorliq ahvollar halilam ta'sir qildi shu. Gap qilyapsiz? Nimadan keyin dedingiz? Men gapingizni anlayolmadim. Misr, Suriya, Iroqdagi keyingi O'rta Sharqdagi to'kilgan qonlardan keyin ularning masalan ximiyali quroldan tortib ishlatdi Asaddan fikr jinoyatlari aniq o'tirdi. Rossiya keyin turib oldi. Ya'ni nurg'un qonunlar aşağıdan chaylandi. Hatta namoz o'qiyotgan insonning ustiga hujum qilib kelib, harbiy o'zgarish bilan Mursini
xalq saylab chiqqan Mursini Sisi ilib oldi. Bugun yani hemmisi welcome da'di. Sisini tanıydı, Mursi turmadı. Yani nurg'un xalqaro qonunlarda bo'linish tegishli nurg'un moddalar bo'lanmadi. Bizning ahvolimizmi yana shunda bo'lamdiganda degan bir nimalar bilan bu narsa ta'sir qilganlik millatga. Bizning ahvolimiz, magipingizga javob bersam, bizning ahvolimiz uningdan boshqacha bo'lib qolishi mumkin, Alloh nasib qilsa, inshaalloh. Chunki bizning masalamiz Sharq Turkistonning o'rni Xitoy hozir dunyoga bir tahdid. Xitoy dunyoga nihoyat bir cho'ng tahdid bo'lganligi uchun Sharq Turkistonning o'rni Xitoy biz uchun ham emas, dunyo uchun ham muhim. Chunki Sharq Turkiston Xitoyning quruqlikdan kengayishiga bir eshik. Ya'ni bir belbog' bir yo'l degan projekti Xitoyning dunyoga kengayish projekti bu. Mana bu Rimland Theory deb bir nazariya bor. Aşı O'rta Osiyoni olsang, dunyoning yuragini olgan bo'lsa, dunyoning yuragini olsang, dunyoni olsa deydi bularchi. Bunda bir nazariya. Şunu Xitoy O'rta Osiyoga biz orqali kengaydi. Agar biz mustaqil bo'lsak, ayadin kengayolmaydi. Agar Xitoy oyoqqa kengayib ketsa, dengizdagi kuchimi kuchayib ketadi. Janubiy Osiyo dengizini Xitoy kontrol qilib oldi. Amerika yo'qaydi. Buning Amerika g'arb davlatlari yo'l qo'yamda. Oyada Janubiy dengizda bir muncha davlat bor. Ularning manfaati bor. Yapon bor, Hindiston bor. Undan keyin boshqa davlatlar bor. Bu Malakka bo'g'ozidan degan kundan necha billion dollarlik savdo o'tadi. Butun hammasining manfaati shu yerga taqishliq. Ama onu eğer Xitoy bunda küçüyüp gidip dünyanı sorayma dese, bizge kılıvatqanını Xitoyning köre atıdı dünya. Bunda bir, yani xalqaro qonunni hurmat qilmaydigan, o'zining qonunini hurmat qilmaydigan, yani kommunist autokratik ideyadagi bütün dunyoda faqat Xitoyli bo'lish kerak. Tensha deydi-ku bular. Bütün dunyoni birli millat Xitoyli so'rish kerak degan bir ideyasi var bularning. Bütün masalan Kungzi ideyasimi shunda bir narsa bularning. Ailedan keyin davlat, davlatdan keyin dunyo deydi-ku. Bu Xitoy China degani davlatni keyin dunyoni markaz qilaman deydi. Yani dunyoga kengayma, men so'rayman degan narsa bularni qadimdan tortib bor. Agar bu kengaysa, bu bir demokratik davlat emas. Bizga qilayotgan zulmni dunyo ko'ratadi. Dunyoni qanday halga keltirib, dunyoning sistemasini buzaydi degan Xitoychi. Butunlay buzaydi, tinchlikni yo'qotadi. Shuningga dunyo bu Xitoyning tahdidini bilyotidi, ansirayotidi. Shunga bizga bo'lgan muomalasi dunyoning boshqacha bo'lishi mumkin. Dunyo balki bizga yordam qilishi mumkin-ku. Shuningga men bunga bize pozitiv bir ümit bo'lish kerak demoqchi. Ümitlik qarayman. Ama mesela Amerika mu bununla nima qilganda dengizdagi manfaatini ko'z tutadi. Xitoyga berib qo'yishni hargiz xohlamaydi. U masalan ba'zilar deydi bu Xitoy bilan savdo qilib pul muomalasi va bir muncha savdosi va Xitoydan ayrilib qolamaydi undan bunda deydi. Ammo Xitoyni nereden bilamiz? Pul muamelesi var da Xitoy bilan bu hamkorlashimiz desa, mesela Obama shunda siyosatini tutdi, shunda siyosatni yo'lga qo'ydi. U yerda mesela Clintonning so'zlagan so'zi bor Hanoyda. Bu yerda biz taraf tutmaymiz deydi. Taraf tutib Yaponiya yoki Vyetnam ya Filippinning manfaatini qo'g'damaymiz bu yerda. Hammasi bilan barobar muomala qilamiz, chunki bu dengizda bir bexatarlik chiqsa, hammamizning manfaatiga taqishidi. Xitoyning manfaatiga taqishidi, hammamizning manfaatiga taqishidi. Shuning uchun biz bu yerda nima qilamiz deydi. Hammasi bilan barobar bundaq cooperate, hamkorlik muomala qilamiz deydi. Unda desa, o vaqtida Amerikaning yenib turdiganlar Amerikaga ishonmaydi. Masalan, Filippin bu Amerika bunda desa Xitoy bilan bu taraf tutmansa, mening tarafimni tutmaydigan o'xshaydi deb qoldi. Vyetnamni shunda o'ylaydi. Ular balkim bandi vagon qilish mumkin. Unda men Xitoyning gapini anglasam bo'g'idek debchi. U vaqtida Amerika yolg'iz qoldi bunda qilsa. Bunimi Amerika bilib yetdi. Hozir Trump hukumatı shunga Xitoyni chetga qiqib turibdi. Dushman bu deblamchi. Buni tonimaymiz. Bu dunyoni so'ramaslik kerak degan siyosatni tutyapti. Hozir shu siyosatni mencha to'g'ri ashta bo'lganda Xitoyga qarshi kuchlar u vaqtida Amerikaning yenib turdi. Ya'ni bu Amerikaga ishonmay turmaydi-da. Bundan bo'lganda boya siz dedingiz, xalqaro qonunlar ishlamagan taqdirdami? Ishiltadiganlar shu davlat. Nimishga ishlamaydi desangiz, shu davlatlarning manfaatiga taqashmaqchi ishlamaydi. Chunki u davlatdan yuqori bir kuch yo'q ishlatadiganchi. Shuni ishlatadiganlar shu davlatlar. Agar shu davlatlarning manfaatiga taqashsa, taqishyapti hozir, taqishyapti. Chunki Xitoy cho'ng tahdid bo'ladi. Undan keyin cho'qim inshaalloh bizga bir yaxshilik bo'lishi mumkin. Mush soat, mush minutlarda, mushundaq bir vaziyatda bizdan nimalar kutiladi? Masalan, qanday ishlarni qilish lozim? Uyg'urlar yetilishi kerak. Chunki bu hozir dedik, bu nihoyat jiddiy biz yo'qolib ketish davosida turyapmiz. Biz yo muzoqab ketimiz, yo shu yerda qutulib huquqlarimizga erishimiz, mustaqil bo'lamiz. Uning uchun agar bizga mushunda xalqaro vaziyatda bir fursat kelib qolsa, biz shunga tayyor turishimiz kerak. Bu tayyor turish uchun
Masalan ki bizga davlat quradigan eng qisqasi baya Tomaris dedi referendum bo'lsa qanday qiladi, biz qanday qila olamiz shuni deydi-ku. Masalan ki uningda shu vaqtida nimalar kirdi-ku? Masalan state building deydi-ku. Bu UN'ning odamlari kirib bizga davlat qurishga yordam qildi-ku shu yerda. Shunda yordam qilgandimi u hammani haq bermaydi-da, bizning o'zimizning odamlari bo'lish kerak. İçidikini Xitoy yo'qitib bordi. Teshida masalan qanchalik odamlar yetishdi. Yoshlar cho'qim o'qish kerak. Çokum her saate biz okup yetişimiz gerek. Ve Uygurlar çokum education'ı birinci orun koyuş gerek. Biz pek bulup okumazsak, kim biz devletini kuramayız, devletini bir kurpuraya desem iyi çıkamayız. Allah razı olsun. Şiptağına kışlap kaldı sizin vaktiniz. Bir ciddi vaqt olab kalgalık için müşahede toxtassak, qarindaşlarının başka suallarımı uçuptu, lekin ona kirsek uzrab ketgidek. Tamam. Keyingi qatımlıq söhbətdə davam qılarız inşallah. Başqa qoşumçu qıldığan yoki to'liqlam qıldığan oxirgi so'z bo'lsa alsaq. 2 minut. Ahırkı sözüm yok. Həməyləngə rəhmət vaqt çıxırıb, işitdə vaxtlarda şu sözümdə anlatmalar üçün köpçülükə köp rəhmət edirəm. Rəhmət. Allah razı olsun. Bayat Allah razı olsun. Yok deb qaradiq. Şu tinchlik yo'ldan ketayotgan qarindoshlarni mustaqillikdan voz kechdi deb ayblashning o'rni yo'qligi hozir o'tirib chiqadi mana. Chunki bu nima bo'lsa Biz ham turishimiz kerak. Qaysi fursat kelsa shu yo'lga tayyor turishimiz kerak. Lekin birdan bir deyish masalasida o'ylanib deyish lozim ekan. Shundan qaragan. Birdan bir deyishdim. Biz birdan bir vakili bütün ovozimiz musho deydigan kalimada diqqat qilish lozim ekan demoqchi. Da'vo qilayotgan qarindoshlarimiz. Ama bizga da'vo qilayotganlar shu xalq o'zlam qilolmaydi. Dedim, xalq e'tirof qiladigan. Ya'ni xalq birdan bir vakili deb e'tirof qilsa, bir tashkilotni, mayli dunyo Uyg'ur qurultayini bo'lamdi yoki surgun hukumat bo'lamdi. Zodi mushlar birdan bir vakili, mushlarni bizga vakillik qila oladi deb legitimate bo'lsa, saylan bilan bo'lgan bo'lsa, ishlarni qila oladigan bo'lsa, qilish kerak uni. Chunki xalq o'zi qila olmaydi. Shuning uchun xalq o'zining tashkilotini qo'llab, shu tashkilot deganda bir institution, bir organ-ku. Shu orqali qildirish kerak. Chunki bu bir siyosiy jarayon. Hamma xalq qara qo'yaq, umi chiqib o'z oldi qila oladigan ish emas bu. Bunun bir vakillik institution bo'lish kerak. Bunda institution agar legitimate bo'lsa, buni qo'llash kerak xalq. Shuningga tashkilotlarni qo'llashmi nihoyatda muhim. Qobiliyati bor, qila oladigan tashkilotni qo'llash kerak. Qo'llagandimi? Ya'ni xalq to'nigan bo'lsa, qonunliq bo'lsa, buni qo'llash kerak. Anondan keyin boya dedingiz, "Mellam bir turvasun" degan bo'lmayotgan dedingiz, u gapingizmi to'g'ri? Chunki ba'zi tashkilotlar to'liqlash rolini o'ynaydi. To'liqlash kuch qetish rolini o'ynaydi. Bu yerda talishib ketgandek Uyg'ur hamma shu tashkilotning hammani qo'llaydi aslicha. Uyg'ur uchun xizmat qilsa. Sharq Turkiston xalqi shu tashkilotning hammasini qo'llaydi. Shu tashkilotlarning hammasi Sharq Turkiston uchun xizmat qiladi. Xalqni talishib, xalq meni e'tirof qilishi kerak, sen emas, sen e'tirof qilish qilmaydi, meni e'tirof qildi deb keyingi agishadigan xalqni talishib bir-birini chatib qaqsi bo'lmaydi. Tamam. Allah razı olsun. Mişe kadar kıldı. Program mişe kadar olsun. 5 minut bitik kaldı. Hayır. Köp rahmet. Allah'a vaqt ajratib mezkur temini ortaklaşıp böyle aldığımızda başka yeni suallar şekillense inşallah tekrar ekranda yana yüz görüşümüz. Rahmet emse. İnşallah sizga köp rahmet. Aziz qarindoshlar, bugungi program misha qadar bo'ldi. Aldığımız kunlarda yana yangi programmalarda sizlarning xizmatingizda bo'lamiz inshaalloh. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.